qiyomat boshlandi. Endi dunyo va butun olamning o'lim vaqti yetdi. Yer va osmon endi avvalgidek emas. Hammasi birin-ketin yemirilmoqda. Odamlar nima qilishni bilmay, hayrat bilan bir-biriga qarashmoqda. Butunlay shokka tushgan holda sodir bo'layotganlarni tushunishga ojiz qolishdi. Bu hech qanday zilzilaga o'xshamaydi. Tog'lar qulamoqda. Dengizlar esa toshmoqda. Yer yuzidagi barcha yoriqlar birin-ketin ko'paymoqda. Har bir yuzda chuqur va tobora kuchayib borayotgan qo'rquv soyasi bor. Osmonlardan yulduzlar birin-ketin qulamoqda. Odamlar baqir-chaqir qilib har tomonga qochishadi. Lekin endi qutulish yo'q. Chunki sinov vaqti oxiriga yetdi. Jamiki odamlar birin-ketin yiqilib o'lib ketishadi. Do'stlar, Qur'on oyatlari orqali bu kunda nimalar bo'lishini bosqichma-bosqich davom ettiramiz. Dunyoning oxiri sur deb ataladigan karnay chalinishidan boshlanadi. Isrofil alayhissalom uni chalishi bilan shunday dahshatli hodisalar yuz beradiki, yer ham, yulduzlar ham, hatto galaktikalar ham qolmaydi. Qur'on bu manzarani quyidagicha tasvirlaydi. Agar dudga birgina puflansa va yer va tog'lar ko'tarilib bir martagina silkitilsa, bas o'sha kunda voqea bo'libdir. Va osmon parchalansa, bas o'sha kunda u osmon beholdir. O'sha kunning dahshati boshqa ko'plab oyatlarda ham batafsil aytiladi. Bir kundaki unda yer va tog'lar larzaga keladi va tog'lar oquvchi qum tepalarga aylanadi. O'sha kunda osmonni xuddi maktub yozilgan daftarni yopgandek yopamiz. Avval qanday yaratgan bo'lsak, shunday holga qaytaramiz. Bu zimmamizdagi va'dadir. Albatta, biz buni qolguvchimiz. Agar kofir bo'lsalaringiz, bolalarning sochini oqartirib yuboradigan kundan qanday saqlanursiz? Unda osmon parchalanuvchidir. U zotning va'dasi amalga oshadir. Bu oyatlar bu kun hech qaysi kunga o'xshamasligini va biz ko'rib turgan olamning o'lim kuni ekanini ochiq aytadi. Har bir insonning ajal vaqti bo'lgani kabi, bu ulkan borliqning ham o'z oxiri bor. Yana bir oyatda oxirgi kun kelayotganini ko'rsatadigan hodisalar mana bunday bayon qilinadi. Vaqtki quyoshni buklab o'ralsa va vaqt